rahmatullohi barakatuh. Azizlarim, sog'omsiz. Bugun boshlanayotgan kun, hafta hammamizga unumli, barakatli bo'lsin. Bizga ham anchagina unumli bo'ldi. Ertalabdan hozir zaifkalarimizni yopishni boshladik. Sochini ishiga o'zi bugun yo'lga chiqishdi. Rossiya fuqarosi ular o'zlarining mashinalaridan hozir Vladimirsky oblastdan Sochiga qarab yo'l olishdi. Sochini vakansiyasi yopildi. Badovstka vakansiyasiga hozir men er-xotinlarni ishga olib boryapman. Xudo xohlasa, ertaga obeddan keyin Adinsovaning ishi ham yopiladi. Azlar, mana biz hozir dachaga ham yaqinlashib qoldik. 1,5 kilometr qoldi. Namanganlik er-xotinlarni hozir ishga olib kelyapmiz. Bular kecha kelishdi. Biz bilan zaifka qilishdi, ofisga kelib, bizani qayerdan topdinglar sizlar? Instagram orqali telefon nomeriga tushib keldinglar. Qancha kutdinglar? 2 kun. Bugun 1,5 kunda. 1,5 kun. 2 kun kutishdi. Bir kunni o'ziga hozir 3 ta ish beruvchi bularni tanlashdi. Ishonasizlarmi? Bir kunni o'ziga ertalab ham telefon qilishib, xafa bo'lib qolishdi. Bularga menga yoqqanida nima uchun mening uchun ushlab turmading deb o'ydi egalari. Ko'ryapsizlarmi? Bizga bog'liq narsa emasda. Gohida o'ydi egasiga 10 ta variant beramiz ham birontasini tanlamay. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните направо. Shuning uchun agar sizga ish kerak bo'lsa, aldanmay, har xil mish-mishlarni tarqatmay, albatta ofisimizga kelib, biz bilan shartnoma qilib, suhbatdan o'tib keyin kelinglar. Xudo xohlasa, yaxshi joylarga joylashtiramiz, o'zimiz olib kelamiz yo. Ishga kelishga ikkilanib turgan odamlarga nima deymiz? Поверните направо. Nima deymiz? Kelinglar. Aldashuvmi? Harakat qilinglar, aldov yo'q. Xotirjam kelaveringlar. Mana tanjollari sog' bo'lsin Sayyor opani. 1,5 kun deganda уже topib mana joylashtirdilar. Bolalarning orzu-havasini ko'rib yursinlar. Ko'pchilik o'zini ko'rsatmaydi, bular fake deyishadi. Hamma ham o'zini ko'rsatishni xohlamaydi-da. Siz ham xohlarmidingiz o'zini ko'rsatishni? Endi noqulay-da insonlarga. Publichni insonlar emas, shuning uchun hamma ham o'zini ko'rsatib sizga video qilib bermaydi. Asosiy mana Namanganning aksenti bilan gaplashayotganlarni ko'ryapsizlar. Men o'zi bilaman-da Namanganning aksentlarini. Andijonnikini, bizani o'zimizda vohanikini, ana shunaqa chiroyli dachalarga hozir biza Поверните ishga olib налево на kelyapmiz, новую ko'ryapsizlar? улицу. Dachaga hozir ishchilarni olib kelgandik, singil bolalarni uyda egalari gullar bilan bizga jo'natishyapti, ko'rdinglarmi? Mana bolalarimiz hozir alma terib berishyapti menga. Olib ketasan deb. Uyda egalari hozir jon-joyda menga gul bilan almalarni uzib berishyapti, ko'ryapsizlarmi? Qanchalik hurmatimizni joyiga qo'yadi. Birinchi er-xotinlarni hozir ko'rsatib, ikkinchi er-xotinlarni joylashtiryapmiz. Gulni olib, endi asta-sekin yo'lga chiqyapmiz. Mana joylashtirdik er-xotinlarni ishga. Ashaqim. Endi ketyapmiz. Uyda egalar rosa xursand bo'lishdi. Mashinani bagajini to'ldirib, meva-cheva solishdi. Olib chiqib, yana gullarni berishdi. Allohga shukr qilib, shuncha hurmatimni joyiga qo'yishadi. Uyda egalari bilan juda ko'p uzoq vaqt ishlaymiz va yaxshi aloqada qolamizda. Semeni baralarni joylashtirdik hozir. Ayollari ayolga, erkaklari erkakka ishni o'rgatishib, keyin kechga yo'lga chiqishadi. Sizlar mana shunaqa. Sadaf kompaniyasi bilan ishlash albatta sizga xavfsizlik olib keladi. Ishonch bo'ladi. Ko'pchilik tekinmi ish deyiladi. Tekin ish hech joyga bo'lmaydi. Biz ishimizni narxini olamizmi? Javob ham beramiz ishimizda. Sifatiga ham qaraymiz sizlar. Shuning uchun sizga ish kerak bo'lsa, albatta Metro Sholkovskiy ofisimizga kelib, biz bilan aloqaga chiqing.